Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun 18-may haftaning juma kuni. Hammaga o'qigan juma namozini Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Bizning obzorimizda ikki bosh g'unajillarning udarlari kelgan. O'shani qisqacha video obzorini qilib beramiz qadrli obunachilar. Xo'p. Bitta gibrid, semental gibrid va mana haqiqiy ukrainskiy dema uzr kechirasizlar. Haqiqiy krasniy pyostri, original varianti ona qonida kelib, bizda tug'ilgan varianti, hani qoni aralashgan, chatishgan, anaqasida emas. Original, shu ona qonida kelib, bizda tug'ilgan variantida qadrli obunachilar. O'shani mana ikkalasini obzorini qilib beramiz. Bularning yoshiga keladigan bo'lsak, ikkalasi 4 oylikdan o'tgan. Plus minus 4 oylik. Endi bo'y basiniga keladigan bo'lsak, tuyog'idan domon tepasigacha 1.5 nari berisi kelyapti. Bunisi ham xuddi shunaqa 1.5 nari berisi. Bo'lmasam biz obzorni boshladik. Xo'p. Mana 85 483 zavodskoy tabiiy to'qol, rang ro'yi ham shu haqiqiy krasniy pyostri. Akalar 100% ishonarli. Mana ona ustiga to'ygan. Ba'zi joylarda buni semental urug'dan tushganda semental ham devorishyapti, yo'q. Original krasniy pyostri molimiz. Hozir buni ostlarini ham, yurishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xaltalarini ham sutga to'ygan varianti. Kimda kim olib turib o'zim sigir qilib olaman, o'zim tarbiya qilib olaman deydigan ko'kalar bo'lsa, qani. Mana ko'ryapsizlar. Orqasidan ham ko'rsataman. Mana molni o'zini общий obzorini bitta ko'ringlar. Qadrli obunachilar, videoda har doim katta ko'rinadi. Shuning uchun bo'y basini aytib o'tamiz. Bo'yi 1.5 orqasidan ushlaganda. Mana molimiz hozir. Mana voy jonivar, cho'chima. Mana xaltalarni ko'ryapsizlar? Mana. Xalta ham zo'r, so'ska ham zo'r. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Mana molimiz. Uzoqdan olib ko'rsatyapman. Ana endi semental gibridimiz mana qaranglar mana. Xaltani qaranglar qayerdan boshlangan. Mana damskiy palchik deyshadi mana. Nihoyatda uzun. Molni o'zi ham uzun. Buni shoxlari kuydirilgan. Mana buni ham uzoqdan ko'rsatib o'taman. Ikkalasini bir joyda olib qo'yib o'zim tarbiya qilib olaman. O'zim o'rgatib olaman deydigan ko'kalar. Mana quloq raqam 0747 ekan. Shox kuydirilgan. Mana mollarning obzori, общий obzori. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimizdan yana bir marta eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent rayoni Hasanboyda. Semental chakani xonadonlarida. Qadrli obunachilar, endi buni ko'p qiynamagan holda pulini aytib o'tamiz. Ikkalasiga bir joyda 27 million pul so'rayapmiz. Xayri bor, kelishtirib sotamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa. Hozir mashlarni ham misol uchun yetuv bo'g'ozlari 50 millionga ham menimcha yo'q-ku. Tag'in Alloh alam. Bo'yini aytib o'tdim, quloq raqamlarini ko'rsatdim. Mana molni o'zini общий obzorlari. Uzunligini ko'rasizlar mana buni. Mana molni uzunligini qaranglar. Mana bular qaranglar, maşallah. Qadrli obunachilar, bundan jupiga 27 million so'rayapmiz. Kami bor, kelishamiz xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat.